Qotil yordamida o'ldiramiz. Ya'ni men qotil yo'llayman. Короче, mana qotil. Kel bu yoqqa. Shu o'ldira oladimi? Albatta o'ldiradi. Nima o'ldira olmaydi deb o'ylayapsanmi? Davay qotil, bizlar senga ishonamiz. Johani o'ldir. Xo'p bo'ladi. Davay ketdi. Johani o'ldirish muammo emas. Men hozir uni 2 marta o'ldirib kelaman. Va ertalab bo'lib ketibdimi? Tak, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johani qaysidir kanaldasizlar va qaysi kanal boshidan qat'iy nazar albatta kanalga obuna bo'ling. Chunki men tezroq 10 ming obunachi to'plashim kerak yoki 1000tami bilmadim, qarshi ko'proq obunachi to'plashim kerak. Bugun men o'z shaxsiy ishlarim bilan band bo'laman. Har doimgidek shu fermada ishlayman. Shu 24/7 fermada ishlayapman o'zi qilayotgan ishim. Jitellar nima gap, mani ishimni oldida bunaqa o'tiribsizlar? Kecha bitta